biror bir rivojlangan shahar yoki mamlakat yo'qki, o'zining tabiiy havosining tozaligi va unda muammo yo'qligi bilan maqtanadigan. Jumladan O'zbekistonda ham asosiy rivojlangan shaharlarimizda Toshkent shahrida so'nggi yillarda havoning ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar tez muhokama mavzusiga aylanib qolmoqda. To'g'ri, so'nggi yillarda aholining ko'payishi, sanoat sohalarining rivojlanishi, iste'molning oshishi natijasida Toshkent shahrida ayniqsa havoning zararlanishi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan normalarga nisbatan bir necha barobar yuqoriligini ko'rsatmoqda. Albatta bu bugun paydo bo'lgan holat emas. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimizda ham birinchidan mana shu zararli moddalarni me'yor ishlab chiqilishi, undan tashqari yashil energiya, yashillashtirish bilan bog'liq bo'lgan keskin va tizimli islohotlarning amalga oshirilishi bugungi kunda biror bir rivojlangan shahar yoki mamlakat yo'qki, o'zining tabiiy havosining tozaligi va unda muammo yo'qligi bilan maqtanadigan. Jumladan O'zbekistonda ham asosiy rivojlangan shaharlarimizda Toshkent shahrida so'nggi yillarda havoning ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan masalalar tez muhokama mavzusiga aylanib qolmoqda. Albatta, ijtimoiy tarmoqlarda mana shunday Toshkent shahridagi havoning buzilishi, chang miqdorining yoki boshqa bir inson sog'ligiga zararli bo'lgan zararlarning ko'payishi ayrim foydalanuvchilar tomonidan O'zbekiston hukumatı va uning mas'ullariga bog'lanmoqda. To'g'ri, so'nggi yillarda aholining ko'payishi, sanoat sohalarining rivojlanishi, iste'molning oshishi natijasida Toshkent shahrida ayniqsa havoning zararlanishi Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan normalarga nisbatan bir necha barobar yuqoriligini ko'rsatmoqda. Albatta bu bugun paydo bo'lgan holat emas. Bir necha yillardan beri mana shu ko'rsatkich bo'yicha afsuski Toshkent shahri yuqori o'rinlarda turibdi. So'nggi oylarda va o'tgan yilning yanvar oylarida ham Toshkent shahri havoning ifloslanishi bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinlarda turganini ko'rishimiz mumkin. Albatta bu yetakchi o'rin deyilgani bir maqtaniladigan holat emas. Ammo bunga sababini bitta qilib ko'rsatish va sababchini hukumatning vakillari, bosh vazir yoki boshqa aybdor deyish bir muncha noto'g'ri. Bunday xulosa qilishga shoshilmaslik kerak. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, Toshkent shahrida havoning ifloslanishiga bir qancha tizimli omillar sabab bo'lgan. Ya'ni so'nggi yillarda shaharning rivojlanish tendensiyasi, aholining iste'moli oshganligi va shu bilan birga mana shu shaharda yashil hududlarning kamayganligi, aholining o'sib borishi, uning daromadi oshib borish natijasida avtotransport vositalarining ko'payganligi va shu bilan birga ushbu avtotransport vositalaridan chiqadigan chiqindilarning ham havoga ko'tarilishi bu ko'rsatkichning oshib borishiga sabab bo'lyapti. Bir vaqtning o'zida Toshkent shahrida yo'llarimiz yoki o'sha avtotransport yo'llari shaharsozlik normasiga rioya qilinmagan holda qilinganligi va tirbandliklarning ko'pligi ham atmosfera havosining zararlanishiga olib kelmoqda. Yana bir tomonni hisobga olishimiz kerakki, Toshkent shahri geografik jihatdan asosiy shamol chiqib ketishi mumkin bo'lgan tomonlarda tog'lar bilan o'ralgan. Oddiy qilib aytganda, chuqurda joylashgan va mana shu atmosferaga ko'tarilgan chang, to'zon, boshqa zararli moddalar Toshkent shahrida yig'ilib qolib, uning tarqalishi bir muncha qiyinlashmoqda. Albatta, biz yuqorida aytib o'tgan masalalar dunyoning istalgan yirik shaharlarini oladigan bo'lsak, ularda ham xuddi shunday muammolar kuzatilgan. Shaharning rivojlanishiga qarab turib, kerak bo'lsa shunday bir salbiy muammolar paydo bo'lgan. Jumladan Polshani oladigan bo'lsak, mana shu Polshada ham atmosfera havosining haddan tashqari yuqori zarar darajalar bilan zaharlanishi kuzatilgan. Ularda asosan shaharlarda eski pech va qozonxonalardan foydalanish, ko'mir iste'molini kamaytirish yoki o'sha qayta tiklanadigan energiya manbalarini ko'paytirish, jumladan elektrlashtirish, metro va boshqa transportlarni, yangi tramvay liniyalarini elektrga o'tkazish, shu bilan birga aholini sog'lom turmush tarzi sifatida targ'ibot asosida velosipedda yurishini targ'ib qilish bilan bog'liq bo'lgan masalalar shahar havosining bir muncha yaxshilanishiga sabab bo'lgan. Seul shahrida esa albatta bu yerda ham qazib olinadigan yoqilg'iga bog'liqlikni kamaytirish maqsadida bir qancha yashil energiya bilan bog'liq bo'lgan harakatlar joriy qilingan. Ommaviy parklarda, ularning atrofida jamoat ko'p yig'iladigan hududlarda hattoki
dizel yoqilg'isi bilan harakatlangan avtotransport vositalarini harakatini cheklash bilan bog'liq bo'lgan choralar belgilangan. Shu bilan birga juda ko'p mamlakatlarda bunday choralar amalga oshirilgan. Endi Toshkent shahrida havoning ifloslanishi bilan bog'liq bo'lgan masalalarni ko'radigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqda juda ham bir salbiy fikrlar bo'lmoqda. Albatta, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti o'zining tavsiyasini e'lon qilgan zararlardan bizni Toshkent shahrimizda ko'proq zararlar uchrab turibdi. Bekorga bu xalqaro darajada turli xil tashkilotlar tomonidan e'tirof etilmayapti, yomon zarar ekanligi. Lekin bir narsani hisobga olish kerak. Agar ma'lum bir hududda, ma'lum bir darajada issiqlikda yashash mumkin bo'lsa, boshqa bir hududda shu darajada issiqlikda yashash mumkin emas. Chunki ikkala hudud o'zining atmosferasi, o'zining iqlimi, o'zining geografik sharoiti bor. Jumladan mana shu Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, o'sha PM 205 darajalarning o'rtacha miqdori 5 dan 15 gacha belgilangan. Ammo jahondagi ko'plab mana shu rivojlangan mamlakatlar o'zining iqlimidan kelib chiqqan holda bu ko'rsatkichni o'zlarining mamlakati uchun ishlab chiqqan. Jumladan o'sha Meksikada bu 12 yoki Yaponiyada 15, Yevropa Ittifoqi mamlakatida 25 ko'ryapsizmi? Hattoki 25 qilib belgilangan. Ular o'zlarining geografik xususiyatidan, iqlim xususiyatidan kelib chiqqan holda belgilab bergan. Shu bois Toshkent shahrida va O'zbekistonda ham mana shu me'yorni belgilash bo'yicha choralar ishlab chiqib, milliy standart ishlab chiqish bo'yicha harakatlar bugungi kunda amalga oshirilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarning tajribasidan kelib chiqqan holda mamlakatimizda ham birinchidan mana shu zararli moddalarni me'yor ishlab chiqilishi, undan tashqari yashil energiya, yashillashtirish bilan bog'liq bo'lgan keskin va tizimli islohotlarning amalga oshirilishi shaharlarimizda, mamlakatimizda havoning tozalanishiga, atmosferaning buzilishini oldini olinishiga va oxir oqibat natija yaxshilanishiga olib keladi. Albatta bunga hukumat, jamoat va biz aholi birga daxldorlik hissi bilan harakat qilishimiz maqsadga muvofiq.